elektromobil degan aka-ukalar, sizlar uchun zo'r elektromobil topib kelib qo'ydim akalar. 2023 7-oy mashinamiz atigi 26 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Taq qismlari hamma joylari uzun holatda, radnoy holatda turibdi. Mashinamiz ozgincha xizmat qilganligi bor, lekin obshubka holatlari chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Hop, ichki salon holatlari, hop, koja holatlari, hop, birka kodlari 2023 7-oy. Mashinamiz atigi 26 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Abduf, abagrev, podagrev rul. Bakovlarimiz o'zi kirib chiqadi, bakovlarimiz qiziydi. Stop start, hop, monitor, video registrator, orqa registrator hamma funksiyalari bor. Xudo xolasa, mashinamiz bu yerga e'tibor bermaymiz. O'zi tish tayyorlab qo'ygan ekan, buni ustida tenti bo'lgan ekan. Egasi yotayotganda tentini olib qo'ygan ekan. Tak holatlari ko'rishingiz mumkin. Qirilgan, chizilgan, zang bo'lgan joylari yo'q. Xudo xolasa, inshaalloh shu qismida bir qarich shuncha joyda kraska bo'lgan ekan, ichki holatiga o'tmagan ekan. Biz uni o'zi tekshirib chiqdik. Mana ichidan ko'rishingiz ham mumkin. Svarka qirildi, chizildi degan joyi yo'q. Xudo xolasa, mana shu mashinamizni O'zbekistonga yetkazib olib berishimiz bilan